Robbana atina fid dunya hasana. Yo'q. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana. Yo'q. Va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Ko'pchilik so'raydi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanahmi yo hasanahmi deb. Ikki xil yo'li bor. Agar hasanahda to'xtasak, hasanahda to'xtaymiz. To'xtamasak, qo'shib o'qiymiz. Misol uchun, Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Yoki Robbana atina fid dunya hasanah va fil akhirati hasanah va qina azaban nar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng ko'p qilgan duolaridan biri shu Allohumma robbana atina fid dunya hasanah va fil akhirati hasanah va qina azaban nar edi deganlar.